Sizlar istig'for aytsanglar deyapti Nuh alayhissalom. E'tibor beraylik. Mana shu tijoratimizga, bog'-rog'imizga, bola-chaqamizga, mol-dunyomizga qanaqa ta'siri bor buni? Agar biz Qur'onda har bitta oyatini haqida qabul qilganmiz, iymon keltirganmiz bunga. Agar shu da'voimiz rost bo'lsa, qalbimizda shak bo'lmasin, quloq solib turaylik. Istig'for aytgan bandasiga Alloh taolo istig'for aytsalar, ustinglarga yomg'irli bulutni jo'nataman deydi. Va sizlarni mol dunyo bilan, bola-chaqa bilan quvvatlantiraman. Va sizlarni anhorlaringizda to'ldirib suv bilan oqizaman, bog'-rog'lar beraman dedi. E'tibor bering, yomg'ir yog'sa yurt yuzida, bola-chaqa pul bo'lsa, bog'-rog' zo'r bo'lsa, daryoda to'lib suv oqsa, nima kerak yana? Nima kerak bitta insonga? Insonni so'rayotgan narsa shu, bolam chaqanda yuribmizmi? Bu berilgan 5 ta ne'matning ikkitasi orada o'tib ketyapti. Biz shu narsani quvalab yurib, ibodat qilib, kechani kunga ulab, ibodat qilib, mehnat qilib, tijoratni. Lekin istig'forni qo'yib qo'yapmiz bir chekkaga. Biz 10 soat ishlamasdan 8 soat ishlab turib, yarim soat astag'firulloh deb qo'yaylik-da, Alloh taolo berib qo'yadi bu yog'iga. Agar bas bu naql bilan gaplashishga gap ketadigan bo'lsa. Hadislarda keladi, kim istig'forni o'ziga lozim tutsa deydi Alloh taolo. Alloh deydi, torlikdan kenglikka chiqaradi va mushkulni oson qiladi va kutmagan joyda rizqini berib qo'yadi deydi. Bizning e'tiqodimiz qani buning ustida? Istig'forda tinimsiz yurish, istig'for nima? Astagfirulloh va atubu ilayh. Astagfirulloh qiyin emas.